Ba'zi tahorat qilmoqchi bo'lgan insonlar hojatga bormasa ham albatta orqa oldini yuvib kelish, mustahab qilish shart deb o'ylashadi. Bu xato. Istinjo qilish o'z nomi bilan mustahab. Mustahab degani qilsa savob, qilmasa gunoh yo'q. Hojatga borgisi kelmasa ham yoki uxlab tursa ham yoki yel chiqib ketsa ham albatta borib o'sha avratini orqa oldini yuvib kelishlik bu bid'at bo'ladi. Savob bo'lmaydi bunga. Tahoratga mutlaqo aloqasi yo'q bu narsa. Bu noto'g'ri tushunchani o'nglab olishligimiz kerak. Hatto o'sha hojatga borganimizda ham albatta suv bilan yuvish bu shart emas. Qachonki o'sha katta hojat qilganimizda ko'nglimiz to'lmasa, o'shandagina qog'oz bilan tozalaganimizdan keyin yoki kesak bilan tozalaganimizdan keyin o'sha mustahabligidan kelib chiqib yuvsak savob olamiz. Lekin bu ham shart emas. Ayniqsa mana shundaqangi sovuq kunlarda musulmon odam bunga e'tiborli bo'lishi kerak. Ba'zi birlar tahorat qilaverib shamollatib qo'yinman, endi bavlimni tutolmayapman deb shikoyat qiladi. Bu ilmsizlikdan bu. Shariatni bilmaslikdan. Shariat agar bilsak juda ham oson, juda ham kengchilik.